Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum musulmon birodarlar. Hozir men videoni ko'rib qoldim. Hali Odilxon degan bir udovurgan saroy mullasi bor edi. Men uni ko'p videolarini ko'rganman. Rosa kazzob. Tog'otga xizmat qilib kelgan edi. O'shandan bitta manasini aytib beradigan bo'lsam, biz rahbarlarimizga bo'ysunishimiz kerak, boshimizda turgan deb o'shani rosa katta video chiqargan. Mana tog'otda bu bizni boshlig'imiz deb o'shani rosa oqlagan. Sababi bu kazzob edi. Mana bu ham saroy mullasi edi. O'sha saroy mullalari hammasi ular do'zaxga boradiganlar. Val asr surasida aytilgan. Val asr innal insana lafi xusr illa allazina amanu va amilus solihat va tavasaw bil haqqi va tavasaw bis sabr degan. Ya'ni asrga qasam deyapti. Odamlarda hammasi deyapti, adashgan deyapti. Shundan mana bu yerda gapni ohangi shunga boryaptiki, hammasi adashgan, ozgina qismi to'g'ri yo'lda deyapti. Juda oz qismi. Shu ohangidan bilinyapti shu. Endi ular kimlar? To'g'ri yo'ldagilar. Ular Allohga iymon keltirganlar. Nima? Yaxshi nimaga Allohga iymon keltirganlar. Yaxshi amallar qilgan, ya'ni Allohning ibodatini to'liq bajarganlar. Va ular odamlarga haqiqatni yetkazgan. Allohning borligini, birligini, boshimizdagilarni turgan prezident uni tog'ut ekanligini, bu shu mana ko'rdinglar, ko'ryapsizlar uni. Boshimizdagi shu tog'ut qimorxonani ochib qo'ydi, tungi klublarni ochdi, odamlarni sudxo'rlikka kirgizib qo'ydi mana. Sudxo'rlik nima kredit berib, tungi klublarni ochdi. Qizlar o'shda yarim yalang'och qizlar, 14-15 yashar qizlar nimalar bilan nomarhamlarni quchoqlashib o'yinga tansaga tushishyapti. O'zi o'shaga borib tabriklab keldi, o'shalarni qutlug' bo'lsin. Mana shunaqa qilib shunaqa fahsh ishlarni qilinglar deb prezident aytib keldi o'shada. O'zi bor. Shu videosi ham bor. Endi ko'rdinglar. Mana musulmonlarda Allohning dini bilan hukm qilamiz deganlarda qilish kerak deganlar hammasini qamab, qanchasini azoblab, nima turmalarda o'ldirdi. Qanchasini otib tashladi. Haqni gapirgani uchun Abduvali qorini mana yo'q qilib tashladi. Sudga bera olmadi. Chiqib hech qanaqa ayb qo'ya olmasdi Abduvali qoriga. Mana nima qor otilib ketdi. Mana bu Abdulloh Buxoriy, Obidxon qorini otishdi. Bulardichi? Ularga mana minbarni berib qo'ydi. Shunda tog'otga xizmat qilib keldi. Mana Xudo urib boshqa joydan buni mana qamabdi. O'ziga shu ham foyda endi bo'pti boz. Endi bu imomgarchiligiga kirmasa, avvalgi qilgan harom mana bu fatvolarini tavba qilsa, Alloh gunohini kechirib mana shu nimaga tog'otga xizmat qilib asl musulmonlarga qilgan tuhmatlariga tavba qilsa, o'sha tanosa o'sha qilgan ishini bu odamni kechirib yuborish mumkin. Bo'lmasa mana saroy mullalari hammasi shunga o'xshagan. Shu nimada qaysi bir videoda ko'rdim. Yo, men hozir buni u to'g'risida video ham qilib chiqarganman. Buni kazzobligi to'g'risida chiqarganman. Anti-kazzob degan kanalimda chiqargan edim. Lekin mana men haqiqatni gapirganim boshimizdagi tog'otga yoqmagani uchun uni bloklab tashladi. Undan keyin haqiqatni gapirganim uchun yana 15-20 ta kanalimni bloklab tashladi. Ikkitasini ограничение qilib qo'ygan. Hozir ham mana ushlab turibman ограничениеda. Endi bu haqiqatni nima bu saroy mullalari bu faqat eng iflos odamlar. Ular hech qachon haqiqatni gapirmaydi. Mana val asrida aytayapti-ku. Mana 4 ta odamni nimasi bo'ladi? 4 ta sifat bo'lsa, o'shalar Allohni rozi qilgan odamlar bo'ladi. Hashalar alohida, qolganlar hammasi adashgan degan. O'shanda aytayapti.
iymon keltirganlar deyapmiz. Biz hammamiz iymon keltiryapmiz. Yaxshi amal qilayotganlar ko'p. Ibodatlar to'liq bajarib yuribdi. Endi haqni gapirganlar juda oz. Mana 2200 ta to'ng'izdan 5 bettar odamlar faqat ummatni adashtiryapti. Shu tufayli mana boshimizdagi iflos tobut hamma yoqqa jalabxonani ochdi, bu nimani ochdi, bu pasha ham bitta iflos pasha deyiladi. O'shalar to'g'risida bir og'iz ularga gapirmadi, ularni to'g'ri yo'lga chaqirmadi. Kim Allohning dinini oliy qilaman degan bo'lsa, o'shalarni yomonlab, mana bu odamlarni adashtirdi. Odamlar ham o'sha Allohning dinini oliy qilaman deganlarni yomon ko'rib qattiq gunohkor bo'ldi. O'sha gunohlarga shu saroy mullalari sabab bo'ldi. Shular qatori mana bu ham o'shadan nimani tog'utni maqtab, Allohning dinini oliy qilaman deganlarni yomonlab kelgan. Mana Alloh boshqa yerdan jazosini berib qo'ydi. Bu faqat nimada haligi minbarda chiqib olib turib yolg'on gapirmas ekan. Hayotida ham shunaqa bir iflos ish qilib yurar ekan, mana shun bilan qamalib qoldi. O'sa kimki saroy mullalari bo'lsa, ular hammasi do'zaxda to'ppa-to'g'ri ichiga nimasiga tubiga ketadiganlar. Buni qani hujjat? Hujjat mana nima aytayapti mana bu. Val asr. Haqqa chaqirganlar. Keyin bir-birlarini sabrga chaqirganlar deyapti. Sabrga qachon chaqiriladi? O'shanaqa qiyinchiliklar bo'ladi. Ularni turmaga olib borib shunaqa azoblaydi. Azoblab shunaqa ko'rdinglar. Qancha ilmlilarni azoblab o'ldirdi. Shunday qattiq azobladiki, ular azoblaganda rohat oladi-da. O'shalarning jinsiy a'zolariga qaynoq suv quyib o'ldirdi. Sababi o'sha juda nozik bo'ladi. Qanchasini qaynoq suv quyib o'ldirdi turmalarda. Qanchasini boshqa yo'llar bilan o'ldirdi. O'shalar haqni gapirgan edi. Shu azob kelganda sabr qilishgan edi. O'sha ma'noda chiqib turib, "Yo'q, biz tavba qilib desak, nima bo'lardi?" Qo'yib yuborardi. O'shana tavba qildik deb chiqqanlar bor ekan. Mana bu Hakimjon aka degan domla, mana bu nima Hindistoniy degan shular qamalgan ekan, haqiqatni gapirib. Lekin qamalib qolgandan chiqib tavba qilishib, o'sha nima sabrga chaqirmabdi, sabr qilishmabdi. Ular ham tog'otga xizmat qilib o'tib ketdi. O'sha Hakimjon qori degan sizlarni yaxshi ko'rganinglar, shahidi a'lo bo'lgan Abduvali qoriniga tuhmat qildi. U kim mana Allohga zolim podshohga haqiqatni aytdi. Qatl qilingan bo'lsa, u shahidi a'lo Hamza roziyallohu anhu bilan birga tiriladi deyilgan mana bor hadis. O'sha odamni men oq qildim, u adashgan vahobiy dedi, ya'ni kofir dedi o'sha odamni. O'zini qutqazish uchun. O'zini bu dunyoda qutqazib oldi. Lekin hali nimaga o'sha nima shahidi a'loni vahobiy, ya'ni kofir deb yani uchun, uni oq qilgani uchun qiyomatda hali javob beradi. Ko'rdinglarmi? O'shanaqa domlalar ham shuna ketib qoldi. U aytayapti, haqqa chaqirgan, keyin sabr qilishga chaqirgan deb. Ular chaqirmadi. O'sha Fozil qori ham juda katta domla edi. Keyin u nima qildi? Shu tog'utga shunaqa xizmat qildi, shunaqa aqlda adashtirdi. Hatto hijob nimalarda mana bu arablarda milliy kiyimi dedi. Va Xudo urib qo'ygan o'sha Qur'onda ana biladi. O'qigan, Qur'onda bu to'g'risida oyat bor. Bu arabning kiyimi emas, musulmonning kiyimligini ana biladi. Sababi islom kelgandan keyin hijob kelgan. Mana bu islomda boshida hijobsiz yurgan nimalar. O'sha arablar, musulmonlar. Keyin mana Nur surasida keyin tushganda o'shanda keyin hijob farz bo'lgan. Demak bu hijob nima arabning kiyimi emas ekan. Alloh buyurgan musulmonning kiyimi ekan. Ko'rdinglar-a mana. Endi mana boshimizda turganlar 30 pora Qur'onni inkor qilib najas qonun chiqarganlar. U Qur'onda aytgan, ular kofirdirlar degan. Kim Alloh nozil qilgan din bilan hukm qilmasa, ular kofirdir, zolimdir, fosiqdir degan. O'shalarda rosa maqtab turgan shu bittasi shu bo'ladi.
O'shanda u aytyapti, biz deydi boshimizdagi rahbarlarimizga bo'ysunishimiz kerak deyapti. Kim edi uni boshida o'sha maqtayotganda? Karim Alaxilayni edi. Endi muhabbatasi men guvohlik beraman deyapti. Guvohlik beradigan bo'lsa ham videoni chiqarib nima TikTokka chiqargan ekansan. O'sha bilan birga tirilasan. Birga ketasan do'zaxga. Men mana o'sha nimani yetkazib qo'ydim. Uni qanaqa iflosligini. Endi buni jazosini qolganlarga ham Xudo xolisa beradi. Bu dunyoda ham beradi, bu dunyoda ham. Lekin mana saroy mullalari buni nimada Val Asr surasi saroy mullalarini hammasini mana u nima deydi? Adashganlar deyapti. Sababi ularga nima kelmadi? Sinov kelmadi. Agar haqiqatni gapirganda sinov kelardi. Ularda shuni ajratib olinglar. Ularni yaxshi deb turib qiyomatda o'shalar bilan tirilib qolmanglar odamlar. Ko'zinglarni ochinglar vaqtida borida. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.